Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bugun sizlar bilan judayam ajoyib bulochkalar pishiramiz. Tak, iliq sut, 1 stakan, tuz, shakar aralashtiramiz обязательно. Erish kerak. Endi bitta tuxum, butun tuxum, ikkinchi tuxumni oqini solamiz, sarig'ini ustiga surishga olib qo'yamiz. Buni ham yaxshilab aralashtiramiz. Дрожжи. Manda живые дрожжи qizlar. A tak suxoy дрожжи solsangiz ham bo'ladi. Lekin maslahat beraman, живойdan bitta foydalanib ko'ring. Rosa zo'r narsa. Новый xonalarda, pekarnyalarda hamma живойni ishlatadi. A tak suxoy ham bo'ladi, вообще без проблем. Tak. Endi unimizni solamiz. Xamirimizni qorib olamiz. Mana xamirimizni qorib oldik. Yumshoqqina xamir bo'ladi. Keyin yog' surib, shuni qora olasiz, oshirishga qo'yamiz xamirimizni. Где-то 1 soatlarga. Mana xamirimiz do'mboqqina bo'lib oshib chiqdi. Endi buni 3ga bo'lib olamiz. 3gami, 4gami bo'lib olamiz. Mana qizlar xamirimizni yoyib oldik. 4ga bo'ldim xamirimni. Endi sariyog' olamiz. Yaxshi sariyog', 82,5% jирный sariyog'. Endi menimcha margarin ham bo'lsa kerak. Yaxshi margariningiz bo'lsa. Mana sariyog' surib oldik. Endi ikkinchi xamirimizni qo'yamiz. Bir xil qilib, harakat qilib bunga ham sariyog'imizni surtamiz. 3-chi xamirimiz salmanda yopishib qoldi. Xamirimni dam oltirmadim-da, bunda 4ga bo'lgandan keyin o'shancha sal injiqlab qoldi. Tak 5-10 minut dam olib keyin qilsangiz, xamiri o'shanda chiroyli bo'lib yoyiladi. Ну ничего. Тоже так пойдет. И mana oxirgi 4-chi xamirimizni chiroyli qilamiz. Sariyog'imizni surtamiz. Qizlar, mana 4 qavat xamirimizni qilib oldik. Endi bundoq qilib cho'zamiz. Qo'l bilan cho'ziladi, osongina cho'ziladi. Juda yupqa qilib olmaymiz, no, kattaroq qilamiz. Qo'yib oldik. Endi men shakar sepaman. Xohlasangiz sepmasangiz ham bo'ladi. Endi men rosa yaxshi ko'raman, to'g'risi. Shakarli bulochkalarni bir boshqacha ta'm beradi. Sepib olamiz yaxshilab. Mana qizlar, pizzaga o'xshab kesib chiqdim. Или kruassan. Endi men shokoladga qo'ydim. Siz xohlasangiz vareniye qo'ying, xohlasangiz vareную сгущенка qo'ying, xohlasangiz hech nima qo'ymang. Men bu shakar bilan ham rosa zo'r chiqadi. И kruassan ko'rinishda qizlar, unda o'rab chiqamiz. Unda sal chetlarini yopinglar shokolad. Endi oqib ketmasligi uchun menimcha baribir oqadi-yu, no, bunchalik emas har holda. Unda o'rab chiqamiz. Chiroyli qilib. O'tak. Mana qizlar, bulochkalarimizni tugib oldik. Teper endi yana bir 40 minutlarga oshirishga qo'yamiz xona haroratida. Mana 40 minut o'tdi qizlar. Xamirimiz, bulochkalarimiz oshib chiqdi. Endi bunga boyagi tuxum sarig'iga ozgina sut qo'shib, ustiga chiroyli qilib surtib chiqamiz. Duxovkani yoqib qo'yinglar, 180 gradusda qizib turgan duxovkada. Endi pishgancha pishirib olasizlar. Hamma duxovkasi har xil, kimdadir yarim soat, kimdadir 40 minut pishib chiqadi, xudo xolasa. Voy, mana qizlar, bulochkalarimiz pishib chiqdi. 10 minut dam oldi, sal sovib. Endi давайте ko'ramiz, eng kattasini oling, kattasini bo'lib o'rtadan. Ay. Buni dahshatligini qaranglar. Issiq. Mana bulochkamiz oralari
O qizlar вообще dahshat hidini aytmaysizlarmi? Hammaga kattakon rahmat. Поделиться qilib, like bosib, kommentariy, savollar bo'lsa, hammasiga javob beraman. Xudo xolasa yana yangi retseptlar qo'yaman. Hammaga rahmat.